Kichkintoy bolajonlar uchun material kitobi kelib qo'yganmiz. Narxlari 130 ming so'mdan 2 xil ko'rinishi bor. Birinchi ko'rinishini ko'rsatib beramiz. Sifati yaxshi, ko'p turgan edi. O'zini ichida mana shunaqangi sifati yaxshi bo'lgan materialdan ishlatilgan. Mana. Hop, birinchi betri quyosh rasmi tushirilgan bo'ladi. Quyosh shakli bu tomonda mana ochiladi. Mushuklarni joyiga qo'yib chiqish kerak. Bu yerda ot ekan, bu yoqdan jo'ja joy-joyiga qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Bu yerda fermani ichidagi hayvonlarni ko'rsatilgan. Mushuk, jo'ja, cho'chqa, bu yoqdan o'rdak, sigir kelgan. Qo'y mana. Puchkali. Qo'y unisi ham bo'ladi. Alohida unisi ham bo'ladi. Sifatlari yaxshi. Endi shu shaklda bo'ylab qo'ysa ham bo'ladi. Fermani, hayvonlarni. Bolajonlarga o'sha hayvonlarni ko'rinishini o'rgatsa bo'ladi. Materialli bu o'yinchoqimizni 1,5 yoshga yosh atrofli bolajonlarga olib bersa ham bo'ladi bemalol. Sifati yaxshi, ko'p turgan edi. Qiziqarli ishlangan. Eshik yopildi. Hop, bu tomonda traktor ko'rinishi ochiladi. Puchkali, bu tomonda tegirmonda anaqa saylanib turadi. Bu tomonda qushcha, tagida bolajonlarni ko'rsatib qo'ygan, kichkinagina. Keyingi qatorda mana sigirni ko'rinishi ham yo'qda. Xuddi shunaqa terisini shaklini ko'rsatib qo'ygan. Bu tomonda qo'y, bu tomonda shunaqangi rishotkali. Bu tomonda raqamlar 5, bu tomonda 4 berilgan, bu tomonda 1 berilgan. Bu tomonda har xil yovvoyi uy hayvonlarining rasmlari tushirilgan. O'rdak, xo'roz, o'rdak, bu tomonda qo'y. Bu tomonda ham mana qo'yni uchun tomon anaqasini ko'rinishini ko'rsatib qo'ygan. Gullarni har xil ko'rsatilgan. Bu tomonda har xil shunaqangi o'yinchoqlar bor. Hop, mana bu tomonda tovuq tuxum qo'yapti jo'jalari. Bu tomonda tuxum bosasi mana. Bu yoqda bitta tuxumchasi bor ekan. Bu tomonda xo'roz. Shunaqangi ovoz ham chiqar ekan. Bu chiqargan ovoz chiqarmaydi. Mana bu narsani alohida olib o'rgatsa ham bo'ladi. Bu narsani sharanga ishlagan ham yaxshi narsa ekan. Hop, keyingi qatoriga o'tamiz. Hop. Asosiy ranglar yorqin ishlangan. Bemalol bolajonlarga tanishtirishga ham o'rgatib baqlajon misol uzib, bitta jo'xori, bu pomidor, bu yoqda sabzi, bu tomonda sholg'om, hammasi olinadi. Bu tomonda olib joyiga qo'yish kerak. Baqlajonning rangi uchun qo'yish kerak. Baqlajon o'z ko'rsatib, baqlajon mana shu rangda bo'ladi. Siyoh rang. Sabzining rangi oliv rang. Bu ham oliv rangga kirar ekan. Qovoq rangini o'z yo'ldan ko'rsatib qo'ygan. Daraxtlarni fasliga qarab soch o'zgartirsa bo'ladi. Misol uchun kuzga, misol uchun bu tomonda bahorga, bu tomonda yozga qilib to'g'rilasa bo'ladi. Keyin qishda
xuddi shularni olib tashlab o'ynatsa ham bo'lar ekan. Sifati yaxshi. Bu tomonda mana shunaqangi sichqonchaning ini bor. Sichqonchaning ini bor bu tomonda. Ochiladi. Ham topib qo'ysa ham bo'ladi. Sichqonchani bekitib qo'yib qisqasi qo'ysa bo'ladi. Bu tomonda pishloq ko'rinishlari har xil shaklda berilgan. Dumaloq, yurakcha, bu tomonda romik shakli, bu tomonda to'rtburchak, bu tomonda uchburchak shakllar berilgan. Bu tomonda uy hayvonlarini har xil ko'rinishga berilgan. Cho'chqa, bu tomonda sigir, bu tomonda qangi qo'y shakllar berilgan. Hammasi mushuni ko'rinishi. Mana bu tomonda o'zini ko'rib turganida rasmlar tushirilgan bo'lgan shakli. Kuchuk shakllari ham bor. Hop, birinchi kitobimizning narxi 130 ming so'mdan. Hop, birinchisi bo'ldi. Ikkinchisi sal boshqacharoq. Bu kattaroq bolajonlarga 2,5 yosh, 3 yosh atrof bolajonlarga olib bersa ham bo'ladi. Biz ham xuddi shunaqa materialli kitobchamiz. Hop, mana bu tomonda har xil qo'l mashlari uchun o'yinchoqlari bor. Zanoklar ochiladi. Bu tomonda mashinalar ochilib o'rnatiladi bular. Ko'rib turganingizdek, mashina hammasi yechib, bolajonlar maza qilib o'ynaydi. Oson qilingan. Bu tomonda sal qiyinroq. Kim buni ipdan yechish kerak bo'ladi. Doskasi bor. Bu markerlari bor. Orqa tarafda yozilgan joylarni ko'rsamiz. Hop, mana bu tomonni ko'rib turganingizdek har xil yopishadigan pushkali o'zining shakllari bo'ladi. Bu harflari buni ham ochib ko'rsatamiz. Bu shakllarni shakllarga qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Bu tomonda mana ketdi. Keyingisi orqa tarafda rangli. Mana ochilib bu keyin bu doskasi ham bor. Doskasini boyi ko'rsatgan joyim bor. Shu yerdan bemalol yozib ishlatsa, bu materialli, sifati yaxshi. Hop. O'rtaga qo'yib qo'yamiz buni doskasini. Hop, bu tomonda ranglar berilgan. Binafsha rang, oloq rang, qizil, pushti, jigarrang, kulrang, qora, ko'k, yashil, sariq ranglar berilgan. Bu tomonda sonlarni shakli tushirilgan bo'ladi. Hozir buni ham sochib ko'rsam, boyagi joyiga mana buni ham qo'yib, bemalol o'ynasa bo'ladi. Rangli bo'yicha ko'rib turganingizdek tayyor berilgan. Olinadi. Bu tomonda shivlik puchkasini yopishtirib o'ynasa ham bo'ladi. Namlasi berilgan. Hop. Mana, ham yuruvchilar bitta yuruvchi bu yoqqa yopishtiriladi. İkincisi bu yoqqa ko'rib turganingizdek yuruvchilarni o'sha 10 ta yuruvchamiz bor ichida. Hop, oxirgisi bu yoq tomonda hop, rus alifbosidagi alfavitlar ham xuddi shunaqa ustiga yopishtirib o'ynasa bo'ladi. Orqasi bilan puchkali aytganimdek, sifati yaxshi. Rus alifbosini bilan o'rgansa bo'ladi. Orqa tarafida mana soatda o'rgansa bo'ladi. Bu tomonda so'mkani ko'rinishi bor. Oyoq kiyim bo'lish o'rgansa bo'ladi. Shimmi, kamarni taqish o'rgatsa bo'ladi. Bu tomonda kiyimni, tumachasini yechish o'rgansa bo'ladi. Narxi 125 ming so'mdan kitobimizdan. Do'konimizda bundan o'yinchoqlar do'konimizda kutib qolamiz.